Men telefonman. Ro'g'za tutgan paytingda menga haddan tashqari yopishib olma. Ko'zing charchaydi, vaqting zoya ketadi. Men uyquman. Ro'g'zada kun bo'yi uxlab yurma. Ro'g'zaning barakasi va savobi kamayib ketadi. Men suvman. Saharlik va iftorlikda meni yetarli ich. Bu ro'g'zani yengil va sog'lom o'tkazishga yordam beradi. Men tasbehman. Ro'zada duo va zikrni ko'paytir. Qalbing tinchlanadi, savobing ortadi. Men jahldorman. Ro'g'zada tez jahling chiqmasin. Sabr qil, ro'g'za shunchaki och yurish emas. Men ortiqcha ovqatman. Iftorda meni ko'p yema. Aks holda holsizlik va oshqozon og'rig'i bog'ladi. Men yomon so'zman. Ro'g'zada meni ishlatma. Tilni tiyish ham ro'g'zaning bir qismidir. Men yaxshilikman. Ro'g'zada mehribon bo'l, yordam ber. Kichkina amal ham katta savob bo'ladi. Ramazonda shunaqa foydali ma'lumotlarni bilish uchun hoziroq obuna bo'ling.